Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar. Sizlarga ko'rib turgandan bu hayotda xursandman. Siz Ag'abey TV YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Biz chiqargan videolar eng birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Yaqinda yangilik eshitdingizmi? Endi uy hayvonlar uchun, ya'ni mol, qo'y, pishik, shunga o'xshash hayvonlar uchun pasport olamiz ekan. Bu qonunga siz qanday qaraysiz? Fikringizni kommentariyada yozib keting. Bu qonun bizga o'zi kerakmidi, kerakmasmidi? Qanday foydasi bor pasport oladigan bo'lsak? Yaqinda men ITV ochib beraman deb video chiqarganimda ko'pchilik kommentariyasida yozib qo'yibdi. Mening uyimda 2 ta, 3 ta televizor bor. Sizdan olgan playlistni shu 2 ta, 3 tasiga ham kiritib ko'rsam bo'ladimi degan savollar berilgan. Telefon urgan vaqt ham ko'pchilik menga telefonda shu savollar bergan. Hozir shu savollarga to'xtalib o'tamiz. Hamma inson bilib olgani yaxshi. Girssangiz bo'ladi, albatta 2 ta, 3 ta televizorga girsangiz bo'ladi, lekin buning uchun mendan playlist olmasdan oldin men uyimda 2 ta televizor bor yoki 3 ta televizor bor, shunga kiritmoqchiman. Shunaqa qilib bera olasizmi deb aytsangiz, men shu vaqtda sizga 2 ta televizorga 2 ta, misol 2 ta qurilmaga bunaqa to'lov bo'ladi, 3 ta qurilmaga bunday to'lov bo'ladi deb albatta aytaman. To'lovi oshadi, qurilmaga qarab, misol 2 ta televizorga bo'lsa ustiga qo'shiladi, 3 ta bo'lsa yana ustiga qo'shiladi. Отдельный sotib olganingizdan arzonroqqa tushadi albatta. Shuning uchun playlist olmoqchi bo'lgan paytingiz menga mana shunaqa 2 ta televizorga kiritmoqchiman yoki 3 ta televizorga kiritmoqchiman deb aytsangiz, men shunaqa qilib sizga olib beraman. Oylik to'lovlarni ham o'shanda sizga bemalol hammasini tushuntirib aytib beraman. Keyin siz bemalol 3 ta yoki 2 ta qurilmangizga kiritib barcha dunyo telekanalini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bitta qurilmaga olingan playlistni 2 tasiga kiritib bo'lmaydi. Kiritadigan bo'lsangiz bloklanib qoladi va misol yillik olgan bo'lsangiz yoki oylik olgan bo'lsangiz hammasi kuyib ketadi. Yana savollar bo'lgan kommentariyada ko'pchilik bergan savol arxiv, ya'ni bugun bergan kino, misol kinoni yoki futbolni, bugun bergan futbolni ertaga ko'ra olamizmi, arxivi bormi degan savollar ham berilgan. Albatta arxivi bor. Buning uchun arxivni ko'radigan, ochib beradigan televizor ilovasini yuklab olishingizga to'g'ri keladi. 1600 va 3700 talik tarifimizda arxiv bor. Albatta shuni olsangiz, sotib oladigan bo'lsangiz, shu ilovani olib kiritadigan bo'lsangiz, arxiv albatta ochib beradi bemalol. Bugun ko'ra olmaganingizni ertaga bemalol ishda bo'ladigan bo'lsangiz, kelib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Ag'abey TV bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lib qo'ying. Sog', salomat bo'ling.